Profilimizga hamma ma'lumotlarni yuklab bo'lgandan so'ng qiladigan ishimiz o'sha Schengen viza uchun Antrax formular to'ldirishimiz kerak Videxda. Agar siz o'zbek tilida to'ldirayotgan bo'lsangiz, sizda bu joy ko'rinmaydi. Siz uning uchun nemis tiliga o'tkazishingiz kerak va ausfüllen des Schengen Antrax formular Videx bossangiz sizda shu sahifa ochiladi. Familiyangiz, ismingiz, tug'ilgan joyingiz, tug'ilgan joyingiz, O'zbekiston, Xo'p, hozirgi vaqtdagi kasbingiz ishlanishi beg'ubormi? Sizning joylaringizda qayerda yozishcha shart emas ekan. Siz bilan kontaktga kirishishi mumkin bo'lgan o'sha ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Masalan, ko'cha nomi, masalan, pochta raqamingiz, shahar, telefon nomer, email. Pasportingiz nomeri, qachon berilgan, qachongacha, shu ma'lumotlarni kiritib chiqasiz. Siz oldin vizaga topshirganmisiz va o'sha biometrik kanallaringizni olinganmi? Biometrik ma'lumotlaringiz olinganmi, yo'qmi? Olingan bo'lsa, ya. Maqsadingiz turizm. Boradigan mamlakatingiz Deutschland, o'sha borishingiz ko'p vaqt o'tkazadigan joyingiz Deutschland. Borib necha marta bormoqchisiz? Bir marta. Qachon bormoqchisiz? Masalan, iyulda 15-sidan qachongacha bormoqchisiz? Avgust 15-gacha. Agar kerak bo'lsa, keyin sizni referens person, odatda siz masalan mehmonga yo bironta narsaga yo ishga borayotgan bo'lsangiz, sizni qabul qilib oladigan va nimadir bo'ladigan bo'lsa, sizga yordam beradigan odam. Bizda turizmda unaqa yo'q. Shuning uchun biz otelda belgilaymiz. Nomni yozasiz otelda. Qolgan joylarini to'ldirishingiz shart emas ekan va faqat ko'chasi, nomeri,
Ustiyolsa Xo'p, kim sizni ta'minlaydi? O'zingiz yoki mehmon qabul qiluvchi qanaqadir organizatsiya yoki korxona? Qanday holatda o'zingiz ta'minlaysiz? Naqd pul orqali va plastik karta orqali. Hop. Qayerdadir, demak, to'ldirilmagan joyimiz bor. Pasport ma'lumotlarini kiritganingizdan so'ng shundan so'ng ma'lumotlar to'ldirib bo'lgandan so'ng keyingi amalga o'tamiz va PDF'da yuklab olamiz. Xo'p, mana yuklandi. Bizda Videx'da arizamiz tayyor. Buni saqlab qo'yasiz. Qayerga kerak bo'lsa yuklanadi. Buni chiqarib olish kerak bo'ladi yana. O'sha sizda termin kuni borganingizda ham shuni sizga chiqarilgan bo'lishi kerak. Hammaga rahmat.